Eng arzoni faqat o'zimizda 1,5 million so'm. 1,5 million. Zakaz asosida faqat. Qarang, 1,5 million so'mlik falon joyda bor ekan desa, narx tushiradi. 1 million qilib beraman. 1 million qilib ber. Shu quruqni chiqarsa, 1,5 millionga men 1 million qilib qo'yaman shuni. O'zbekistonda yangi ixtiro desam yolg'on bo'ladi-yu, aka-ukalar, lekin O'zbekistonda yangi narx, eng arzon narx, aka-ukalar. Mana hech kim sabrini sinamayman. 1,5 million so'mga darabilka istayib turganlar bormi? Izlayib turganlar bormi? Mana sizlarga topib qo'ydim. 1 million 500 ming. To'g'ri eshitdinglar, aka-ukalar. 1 million 500 ming so'mga xudo xolasa shunaqangi darabilkalar faqat quruq chiqaradigan aka-ukalar. Endi bundan buyog'i ho'l narsa kam bo'ladi. Faqat qish uchun ishlaydigan desak ham bo'laveradi. Eng pastda ham ishlaydi xudo xolasa. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Universal istaganlarga mana universali ham bor. Aka-ukalar puli yengil budjetli varianti ham bor. Xudo xolasa hamma bob, hamyon bob, cho'ntay bob. Aka-ukalar, sizlarni ko'p kuturibmizda mana manzillarni eslatib o'tsak, o'zi aslida manzilda ahamiyati yo'q. Sababi O'zbekistonda 12 ta viloyati istalgan joyiga dastavkalari bor. Aka-ukalar endi ishlashini nima chiqaradi endi bular? Universal darabilkalarimizda sotali makka chiqadi, bug'doy chiqadi. Mana aka-ukalar, mana endi gap isboti bilan mana ko'rsatib ketaman. Qattiq narsa, ho'l narsa, ho'li ham bor ichida. Bug'doy mana kepa holda keltirib beradi. Kepa holatda. Kepa holda yetib beradi. Endi bu ho'l makka. Ho'l makka. Qiyin narsa, mana o'zi yumshoq narsa bo'ladi, lekin shuni ham maydalab beradi. Sholipohol bo'ladi, bu sholipohol. Ko'pchilik so'raydi, sholipohol chiqaramiz. Sholipohol chiqaradi akalar, mana. Sholipohol, bedapir, hozir bedapirlar bizda yo'q, lekin chiqaradi. G'o'zapoya hamma chiqaradi. Bedapir, xullas, nima deydi? Chorvaga keladigan, yeydigan narsalarni, molni, mahsulotlarni o'zi chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. Bo'lsa ishlashini ham bir ko'ramiz. Mana aka-ukalar, Soatini ko'rib ko'radi. Soatini qaraydi. Mana aka-ukalar. Makka sotali. To'xtab qolsa lekin aytaveradi. Nima deyapti? Parrandalar. Xohlaganinglarni qilsanglar bo'laveradi, aka-ukalar. Seriyoz bo'lyapti. Tayyor seriyoz bo'lyapti. Ola mobil. Akalar, setkali holatda chiqdi. Varianti setkali. Tayyor silos. Gap. Mana. Chiqarishlariga e'tibor beringlar, aka-ukalar. O'zi eng yumshoq narsa-da, eng yumshoq narsani ham maydalab beryapti.
o'zi aslida eng qattiq narsa bilan eng yumshoq narsa necha muammoroq bo'ladi aka-ukalar. Mana. Nima deyapsiz? Bu sholipohol bu. Ya. Sholipohol. Somonbas sholipohol bu. Bu mana setkali variant, tayyor silos. Silos. Biznikida bemalol setkani tiqib, silos chiqarsalar ham bo'ladi. Mana chiqaveradi. Setka bir xil yil aytadi-da, Doston aka, setkani olib qo'yish kerak. Yo'q, biznikiga olib qo'ymas, shunday chiqaraveradi bizga. Chiqaraveradi. Yana ham mayinroq chiqaradi. Yana ham mayinroq. Isrofgarchilik kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Mana. Xohlasa chorvaga, xohlasa buqaga, hamma yoqqa chiqaveradigan ekanda u. Normal holatdan, uni qarang. Parrandalarda ham o'ylangan xudo xolasa. Mana bug'doyni mana kepa holatga keltirgan. Zo'r. Ishlashlarini ko'rdinglar. Xudo xolasa bahoda endi aka-ukalar o'zingizlar berasizlar. Narxlarni aytdik, ma'lumotlarni aytdik. Qolgan ma'lumotlar mana ekranda nomerlar bemalol telefon qilib gaplashsanglar bo'laveradi. Uzoqdan musofirdan bemalol telefon qilinglar. Zaklatga necha pul tashlash kerak? Vodiydan tashqariga. Zaklat emas, biz odamni lavziga ishonamiz. Lavziga ishonib chiqaraveramiz, xudo xolasa. Unaqa 500 ming, 1 million unaqa tashlang yo'q. Hammasi pulini tashlab bering yo'q. Yo'q. Xudo xolasa uyga borib ko'rib, ishlatib, sinab ko'rgandan keyin beramiz pulini. Sinab ko'rgandan keyin beradi. Mana aka-ukalar. Dastavkasi ham ko'p qo'shilmaydi, shu gaz puliga qo'shiladi xolos. Gaz puliga. Shu. Mana aka-ukalar. Bemalol telefon qilinglar, qolgan ma'lumotlar xudo xolasa telefonda gap. Nalichida tayyorlari ham bor, xudo xolasa. Bu brend bilan anchadan beri ishlaymiz. Lider universal drobilkalari bilan xudo xolasa. Shu paytgacha bironta jalba chiqmadi. Imkon darajasida hamma yo'q mustahkam, xavfsizlik qoidalari hamma yo'q o'rganib chiqilgan. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Yazyovon, xudo xolasa, Xonobodda. Sizlar tanigan, bilgan, ana Elmurod akamiz endi bugun xonadonida. Assalomu alaykum, Dostonbek. Sexga sig'dirishmayaptimi? Sig'dirishmayapti. Doston akam, obunachilar, kuzatuvchilar yaxshimisizlar? Dostonbek yaxshi bo'ldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xudo xolasa bugun yana bitta obzor qilib beramiz, rabikalarimiz hozir. Eng yangiligi 1,5 millionga mana rabikamiz ana tayyor mana. O'zingiz haligi esingizda bo'lsa, bir 2 oy bo'lib qoldimi? 2 oy bo'lib qoldi. 2 oy bo'lib qoldi, va'da qilingan. U payt ko'rsatilmagan. Ko'rsatilmagan. Prosta aytilgan. Endi bugun ham ko'rsatiladi, ham imkon darajasida ishlab beriladi aka-ukalar. Keyin bor narsa, ko'pchilik bormi, yo'qmi deyapti. Xo'p, birinchi shundan boshlayveraylik. 1,5 million so'mlikdan. Mana ko'rib turasiz. Xullas, hajmida ozgina farqi bor. Mana hajmini ko'rasizlar. Buni o'zi ishlatdingiz, sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi. Buni zakaz qilishdi, qilib berdik. Zakaz qilsa 1 millionga ham dirab yasab beraman aka. Serios. Zakaz qilsa 1 millionga yasab beraman aka. Eng asosiysi aka 1,5 millionlik dirabikamiz ham balonchalari bor. Bemalol yetadi. G'ildiragi bor. Bu yoqqa yetalab yuradi. Avtomati ham bor mana. Avtomati ham bor. Motorlar datchiklari bor. Faqat bu 150 ga ham ishlayveradi. Ha. 150 kilovatgacha ham ishlayveradi. Pastokda. Pastokda ishlayveradi. Ular qishib olganda, qarang hali ho'l haqida gaplashilmaydi. O'zi qishda ho'l narsa bo'lmaydi. To'g'rimi? Faqat quruq. Somon, pohol, yana nima? Paya, quruq narsalar xullas. Faqat buni quruq chiqaradigan insonlarga tavsiya qilamiz. Quruq chiqaradi. 1,5 millionga dirabikamiz bizda bor faqat. Agar bundan ham tushiradigan bo'lsa 1 millionga ham yasab beraman aka. Ana. Agar 1,5 millionlik sizda bor, agar chiqib qolsa, shuni 1 million qilib qo'yasiz. Shuni 1 million qilaman aka agar. Gap aka. Mana aka. Xudo xolasa. Endi qarang. Universalidan har balo chiqaradigan. Endi tosh-poshmasu, endi shu kerakli narsalar chiqaradigandan ko'rsat deganlarga mana shularni tavsiya qilaveramiz. Bu 2 xil motorda bo'ladi. To'g'ri. Bu alyumin modka, bu misal modka. Buni ham qulaylanib ko'rsatib qo'ysak, g'ildiraklari bor. Mana hajmini ham ko'rishlari mumkin. Mana o'zi bilinib turibdi o'zi, katta kichikligi. Hampalari 53 ga 53. Motor zashtasi bor. O'zini himoya qiladi, avtomat tashiydi. Ular inson uchun xavfsizliklari o'ylab chiqilgan. Eng asosiysi mana aka. Setkalar. Bu qo'y boqib beradi, bu mol boqib beradi.
Bu So'talim aka yorma qilib beradi, bu bug'doyni kepa holda keltirib beradi. Hali ham bonusdan bu. Bu bonusda. Bonusdan. Pichoqlari 18 tali, yaxshi qora segment kammay pichoqlar qo'yiladi. Mana akalar. Endi garantiyalarni ayt. Garantiyasi motor doziga 6 oy, drabilga 1 yil. 1 yil. 1 yil. Drabilgani materialiga 1 yil. Motoriga 6 oy. 6 oy. 6 oy. Ko'pchilik 3 oy garantiya beryapti-kan, xudo xolasa siz qo'rqmasdan 6 oy garantiya beraverasiz. 6 oy garantiya berib, 6 oyda biz tomondan любой problem bo'lsa yechib beramiz. Yechib beramiz. Mana akalar. Servislari ham bor-a? Ha, servis O'zlari tomonidan buzilsa, misol pulini kelishgan holda servislari ham bor. Servislari ham bor. Bor. Hop, ko'pchilik so'rayapti, korpusini o'zini so'rayapti. Ko'pchilik motorni o'zini so'rayapti. To'g'ri. Oldin olganda kommentariyalarda yozilyapti. Qilib beraveramizmi ularni ham? Qilib beraveramiz. Motorni o'zini ham yetkazib beraveramiz. Yetkazib beraveramiz. Aloqaga chiqsa, xabar kelishilgan holatda. kelishilgan holda. Korpusini o'zini ham yetkazib beraveramiz. Yetkazib beramiz. Pichog'ini ham. Xullas hamma zapchasi bor. Bor. Kelishgan holda, xudo xolasa aka-ukalar yetkazib olib borib beraveramiz. Dastavkalari? Dastavkalari vodiy bo'ylab universallar dastavkasi tekin. Tekin. Vodiy bo'ylab. Nech pul bularning narxi? 2.500.000 alimet motka, Aha. 2.800.000 misad motka. Misal bu. 6.5 kW, 3.5 оборот universal. Narxi ichida shu. Ha, vodiyga tekin. Dastavkasi tekin. Ha, 1.5 millionlik drabilkamizni dastavkasiga qo'shiladi. Qo'shiladi. Vodiyga nech pul qo'shiladi? Vodiyga 200.000 qo'shiladi. 200.000. 200.000. 1.700.000 uyga ikkita olsa 200.000 qo'shiladi. 3ta olsa ham 200.000 qo'shiladi. 200.000 qo'shiladi. 200.000 dan qo'shilmaydi. Manzil bitta bo'lsa. Manzil bitta bo'lsa. Xullas bitta manzilga 200.000 so'm qo'shilib 200.000 so'm qo'shiladi. Ikkita qo'shni bitta qilib oladigan bo'lsanglar 100.000 dan 200.000 so'mga xudo xolasa dastavkasi bilan yetib boraveradi. Aka-ukalar mana bugungi ko'rsatadigan narsalarimiz, qolgan ma'lumotlarni mana shuni skrinshot qilib olinglar aka-ukalar. Skrinshot qilib olsanglar xudo xolasa har doim kerak bo'ladi. Bugunmi, ertagami, indingami har doim bo'ladi. Nalichida 20 ta, 30 ta, 40 ta har doim chiqyapti, sexlar ishlayapti. Nechta sex bo'ldi hozir? 3 tami? 3 ta bo'ldi. 3 ta sex xudo xolasa 20 tadan bo'lsa ham 60 ta chiqaryapti kunda. Chiqaryapti, xudo xolasa. Mana aka-ukalar. Endi manzilda ahamiyati yo'q. 12 ta viloyat. Qayerdan bo'lsa, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent, Samarqand ketaveradi aka-ukalar. Vodiyga o'ylanmaysizlar. Endi kechqurundan bo'lsa ham nechida kelsa ham tashlab kelaveramiz aka-ukalar. Bu endi setkalarni bonus dedik. Bonus. Endi bularni qanaqa bir ular bo'shatish kerakmi? Yo'q. Yo har doimgidek. Har doimgidek mana qulay yo'l bilan. Bittada tushadi. Bitta. Ortiqcha muammo bo'lmaydi. Yoki bu kerak emas. Bir deganda tushadi. Xohlaganini qilib ishlatishaveradi. Xohlaganini qilib ishlatishaveradi. Xo'p, endi nima deymiz endi bularni? Odamlarga shu o'zi aslida narxi bilan ishlash qiziq. Narxini aytdik. Endi ishlashni ham bitta ko'rsataylik, xudo xolasa odamlarni o'zi baho bersin. Kimga qizig'i bo'lsa, mana siz bemalol telefon qilishaversin, to'g'rimi? Eng arzoni faqat o'zimizda 1.5 million so'm. 1.5 million. Zakaz asosida faqat. Qarang, 1.5 million so'mlik falon joyda bor ekan desa, narx tushirasiz. 1 million qilib beraman. 1 million qilib beraman. Shu quruqni chiqarsa, 1.5 millionga men 1 million qilib qo'yaman shuni. Gap.